Qal'ani filda zabt etishga nima deysiz? Bir vaqtlar aynan shu yo'ldan qirollar, jangchilar, elchilar va fil karvonlari kirib kelgan. Tashqarisi mudofaa, ichkarisi san'at maydoni bo'lgan Amber qal'asi 16-asrda Rajput hukmdorlari tomonidan qurilgan. Keyinchalik bu yer Mughal san'ati va Hind me'morligi uyg'unlashgan eng nafis maskanlardan biriga aylangan. Rajput arxitekturasi, Mughal simmetriyasi, qo'lda ishlangan Hind o'ymakorligi va islomiy geometrik naqshlar bularning barchasi tarixni so'zsiz bayon etadi. Amber qal'asining eng nafis elementlaridan biri esa jali derazalari. Tosh va marmardan o'yib ishlangan bu naqshli panjaralar saroy xonimlariga tashqarini pinhona ko'rish imkonini bergan. Qal'adagi oynali saroy ma'nosini beruvchi shish mahal yuzlab mayda oynalar bilan bezatilgan. Bezaklarga aylangan ko'zgu bo'lakchalari bitta sham yorug'ida ham osmondagi yulduzlar kabi porlagan. Qal'aning ichkarisida esa Zenana, qirol oilasi yashagan maxsus saroy qismi hisoblangan. Tarixiy manbalarga ko'ra bu yerda Maharaja Mansingning rafiqalari uchun alohida xonalar qurilgan. Har birining o'z xonasi bo'lib, yashirin yo'laklar esa markazdagi qirol xonasiga olib borgan. Qal'ada hozir ham rajastonlik mashroqlarning chalayotgan xalq musiqalari yangraydi. Katputli qo'g'irchoq teatrlari esa yo'laklarda tarixiy bozor ruhini beradi. Shuning uchun Amber qal'asi shunchaki qal'a emas, balki hali ham nafas olayotgan tarix va san'at. Bizni kuzatib boring. Hindistonning boshqa tarixiy va san'at maskanlarini birga o'rganamiz.